Salam dostlar, bugun men ijada ostan 2 yil burun sarayda turgan gazimda tozalaydigan bolam. Men qaynatdim, nanday qo'shdim, nani suvdim deb aytib qo'yim. Chiqqan azidik bilan birga qo'ldanib suv orqali ag'artib oldim. Agar men жасаған videom sizlarga yoqmagan bo'lsa, menga tirkab like bosishni unutmanglar. Eng kerak ta'sir u azilik uchun poрошок bo'lsin, sabun bo'lsin, arkasini aralashtirib qaynatib vaqt olgancha azilikni suyib 5 minut turg'izib qo'yib, qirnab tozalab suv bosamiz. O'zi ajini toza bo'lib chiqadi. Agar unagan bo'lsa, menga tirkabni unutmanglar.